Hadi. Narkan Kubru, rahmetli osh markazidami? Hozir 3-qismni bajaramiz. Reklama qilib, maxsus reportaj intervyu qilamiz. Mana bo'ldi, ketdi. Üçüncü qism mana devzara. Qo'y yo'li, qo'y go'shtli osh. Kelasi 80 ming. Ha, kırma, evet. Şunu hiç kimliğinden soldurar. O şuna yok solduraylar. İşte seferin şartkoşlar bizi. Zaten hiç kimliği soldurar. Onu da son 35'lik atı oraya. Verin tuxumuzni o'zicha. Siz muhafızlar. Buradaki mi? Sağ ol, yaxshi sağ ol. Mana bol go'sht. Ertagacha xolodilnik morozinga qo'ymaymiz. Bugungi kunda rashet tugatamiz. Mesli go'sht ham, suyak go'sht, tayyor go'sht ham, esil go'sht mana. Go'shtlar ham barakasini bersin. Hamma mahsulotga yetadi. Maxsus reportaj intervyu. Mana 3-qism. Reklama, intervyu, maxsus reportaj. Halo, video 3-qismmi? 3-qism. Rahmatli osh markazidan boshladim 3-qismni. Reklama, intervyu, maxsus reportaj mana. Qanchaga olyapsiz reklama? Hech kim pul bermadi. Birorta pul beradigan bloger uchrasa o'shanda nima qilar, berar. Ungacha harakat qilaverman. Bir kun o'ylab televiziyaga ulanib qolsam kerak, maxsus reportaj kanal. O'shanga shunaqa ovoz beribman, shunaqa so'zni. Ya, Mansur Sultan, salom chiq. Videoga mana shuni. Ha, somsada ham olaman, o'sha yerda ko'rishganda. Bo'ldi. Ha, maxsus reportaj kanal intervyu. Uchinchi qism mana rahmatli osh markazidan boshlandi. Maxsus reportaj kanal intervyu. Lazoros, molgo'sh, qo'ygo'sh aralashtirganchidan kelasi 50 ming. Aralashi nima odam o'rganganman. O dema. O deyilib. Aqletdi. Hamma erma aqlet. Emra qilsa qilar.
Manga chaq qo'ymasmi? Hop bering. O'zingiz qarashing, sizning odam ko'p. Keling, harakat qiling. Sabama ikkita 2 yog'dan. Ana katta qozon desa bo'ladi-a? Ha, sharoit yo'qda bunda 2 yog'dan. Nariginda bo'lganda sharoit bo'ldi televizorda. Unda siz o'yladim. Unda ba'da bitta o'zingiz edingiz, o'shanga. Ha. Doktor. Ha bo'ldim. O'sha bo'ldim. Mana qo'y yog'imiz. Dovudxonni sotyapman, faqat dovudxonni olasiz. Yo, hamma joyini o'ltima, bitta joyini emas. Ana nima deysiz? Siz chiqmayman dedingiz-ku, o'shanga olmadimda. Mayman demadimku. Mana aytganingizga oldim. Maxsus reportaj kanal intervyu qildim. Endi ashunga ovoz berdim, maxsus reportaj kanalga ulanay deb. Reklama, intervyu, maxsus reportaj. Mana. Bo'ldi, 3-qism tugadi. Hop, Darkonga biror rahmat losh markazini obzor qilib, reklama qilib, maxsus reportaj intervyu qilib, davomini tugatdik. 3-qism tugadi.